Assalomu alaykum, hurmatli kompyuter soatxonlik kursimiz tinglovchilari. Bugungi darsimiz, ya'ni kompyuter soatxonligiga kirish bo'ladi va hozir sizlar bilan kompyuter soatxonlikda kirish qismi bilan tanishib o'tamiz. Boshlaylik. Kompyuterni o'rganish bo'yicha soddalashtirilgan qo'llanma. Murakkab atamalarsiz sodda misollarda kompyuter dunyosini oson o'rganing. Muallif Odilov Abdulloh. Aloqa uchun Telegram usernameni qoldiraman. Kursimizga xush kelibsiz. Ehtimol hozir kompyuter sizga murakkab, ko'p tugmali va tez buziladigan qo'rqinchli uskuna bo'lib ko'rinayotgandir. Aslida esa unday emas. Qo'rquvni yengamiz. Siz buni eplaysiz. Agar siz televizorni yoqib, pulti orqali kanalni o'zgartira olsangiz yoki kir yuvish mashinasini ishlata olsangiz, ishoning, kompyuterni ham bemalol o'rgana olasiz. Kompyuter bu aytganingizni indamay va charchamay bajaradigan mexanik yordamchi. Xato qilishdan qo'rqmang. Eng muhimi, biror tugmani noto'g'ri bosib qo'yishdan aslo cho'chimang. Kompyuter portlab ketmaydi. Ushbu kursda qiyin so'zlarni ishlatmaymiz. Hamma narsani javon, daftar, qalam yoki deraza gapi tanish narsalar yordamida o'rganamiz. Kompyuter qanday paydo bo'lgan? Gigant mashinalar. O'tmishda bitta kompyuter butun boshli sport zalini egallagan. Juda ko'p elektr toki yegan va qizib ketgan. Kichrayis davri. Yillar o'tishi bilan olimlar ichki qismlarni kichraytirishdi. Avval bitta xonaga, keyin stul ustiga sig'di. Hozirgi mo'jiza. Sport zali hajmidagi tizimning butun kuchi bugun cho'ntagimizdagi oddiy smartfonga muhrlandi. Internet o'zi nima? Boshlanishi maxfiy yo'lchi. Avval internet faqat olimlar va harbiylarni bog'lovchi ko'rinmas yo'l bo'lgan. Maqsad maktubni pochtalyonsiz, ko'rinmas quvur orqali bir soniyada yuborish edi. Hozirgi holat global tarmoq. Yo'llar ko'payib dunyoni o'rgimchak to'ridek qopladi. Telefon, kompyuter va hatto muzlatgichlar ham shu ulkan tizim orqali bir-biriga bog'lanadi. Qisqa va muhim xulosa. Kompyuter bu ma'lumotlarni saqlaydigan va o'ylaydigan o'ta aqlli miya bo'lsa, internet o'sha miyalarni zoomda suhbatlashishiga yordam beradigan ko'rinmas yo'llardir. Miyalar va ko'rinmas yo'llar. Ehem va kompyuter so'zi. Ehem va kompyuter so'zi turli so'z deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida Ehem elektron hisoblash mashinasi, ya'ni kalkulyatorni nazarda tutadi. Kalkulyator bu kompyuterni avlodi hisoblanadi. Kompyuter ingliz tilidan olingan. Kompyuter so'zi aslida hisoblayman degan ma'noni bildiradi. Dastlab ular murakkab matematik vazifalarni bajarish uchun yaratilgan. Ehem odam aytgan buyruqlarni, dasturlarni tushunadigan va shu bo'yicha ishlaydigan aqlli apparatdir. Uni indamay tez bajaradigan mexanik yordamchi deb biling. Kompyuterning turlari. Stol kompyuteri. Stolda mustahkam o'rnashgan katta uy. Qismlari alohida bo'lib, ko'tarib yurish noqulay. Rasm misolida ko'rishimiz mumkin. Notebook, yon daftar. Sayohatchi kompyuter bo'lib, batareyasi bor kitobda yopilib, oson ko'tariladi. Monoblok, mo'jizaviy oyna, alohida qutisi yo'q. Hamma aqlli qismlar ekran orqasida yashiringan. Kompyuterning 3 ta asosiy a'zosi. Sistema bloki, miya va yurak. Unda barcha xotira, ma'lumotlar va o'yinlar saqlanadi. Eng muhim qism. Ya'ni rus tilida biz buni case deymiz. Monitor, ekran, yuz va deraza. Sistema bloki nima haqida o'ylayotganini ko'rsatuvchi oyna.
Klaviatura. Gapirish vositasi. Tugmalarni bosib, kompyuterga nima qilish kerakligini aytamiz. Qo'shimcha qurilmalar. Birinchi qism. Kolonka. Kompyuterning ovozi, tizimdagi ovoz va musiqalarni bizga yetkazadi. Ularsiz kompyuter soqov qoladi. Sichqoncha. Kompyuterning ko'rsatkich barmog'i. Stol ustida yurgizdirib, ekrandagi kerakli tugmalarni bosamiz. Printer. Kompyuterning sehrli rassomi. Ekrandagi rasmlarni soniyalar ichida qog'ozga chizib beradi. Qo'shimcha qurilmalar ikkinchi qism. Skaner. Nusxa oluvchi ko'z. Printerning teskarisi. Qog'ozdagi rasmlarni kompyuter ichiga nusxalab kiritadi. Web kamera. Kompyuterning video ko'zi. Masofadagi odamlar sizni jonli ko'rishi uchun video suratga oladi. USB fleshka. Sehrli cho'ntakcha. Cho'ntakka sig'adigan kichik xotira bo'lib, fayllarni tashishga yordam beradi hamda saqlashga. Saqlab qolishingiz uchun oson jadval. Qurilma, vazifasi, sodda metafora. Qurilma, kolonka. Vazifasi, tovushlarni eshitish imkonini beradi. Sodda metafora, kompyuterning ovozi. Qurilma, sichqoncha. Vazifasi, ekrandagi o'qcha bilan buyruq berish. Sodda metafora, ko'rsatkich barmog'i. Qurilma, printer. Vazifasi, ekrandagi narsani qog'ozga chiqarish. Sodda metafora, sehrli rassom. Qurilma, skayner. Qog'ozdagi kompyuter ichiga rasm qilib kiritish. Nusxa oluvchi ko'z. Modem va fleshka. Internetga ulanish va ma'lumot tashish. Internet kaliti va sehrli cho'ntak. Savolingiz bormi? O'rganishdan va tajriba qilishdan aslo